Bugun mijozlarni sotuv og'rig'i haqida gaplashamiz. Uchinchisi o'ta muhim. Toki siz 3-og'riqqa olib kelmaguningizcha sotuv aniq qila olmaysiz. Aslida siz sotmagan bo'lasiz, bir registratsiya qilib dogovor bergan bo'lasiz, xolos. Yoki sotuvchini nima qilishim kerak? Nimaga bu sotuvchini sotuvlari o'xshamayapti? Og'ayni, siz agar srochini yechib olmasangiz, bu juda ham ko'p holatda o'limga olib boradi. Hali sakramadi mijoz. Hali mijoz pastga sakrab shu narsalarga tayyor bo'lmadi. Siz nimalar bo'ladi bu nuqtada maqtab ketyapsiz. Bu qarorni qabul qilganidan keyin siz mahsulotingizni yetsangiz bo'ladi. Xo'p, bugun mijozlarni sotuv og'rig'i haqida gaplashamiz. Ya'ni sotuv jarayonida mijozlarda qanaqa og'riqlar bo'ladi va buni umuman rahbar sifatida xodimlarning og'rig'i bir-biriga o'tishi mumkin. Aslida o'zi sotuv bu faqat sotuvning ichi emas, umumiy ideyani sotish, shu jarayonlar. Demak, og'riq o'zi 3 xil bo'ladi. Biz bugun 3 xil og'riq haqida gaplashamiz. Birinchisi, ikkinchisi va ayniqsa uchinchisi o'ta muhim. Toki siz 3-og'riqqa olib kelmaguningizcha sotuv aniq qila olmaysiz. Bunga 99% kafolat beraman. Agarda mijoz o'zi sotib olishga tayyor bo'lsa, bu 1% ga kiradi. Aslida siz sotmagan bo'lasiz, bir registratsiya qilib dogovor bergan bo'lasiz, xolos. Demak, birinchisi bu yopiq og'riq deymiz. Ya'ni biz og'riqlarni urinini hozir ko'ryapmiz. Yopiq. Ya'ni biz birinchi qadamda faqatgina yopiq og'riq kulli xatolarini biladi. Misol uchun siz trening sotayotgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun siz bilmadim, pilisos sotyapsiz. Kulli og'riqlarni biladi. Misol uchun tadbirkor sifatida agar biz trening sotayotgan bo'lsak, tadbirkorlarga demak og'riqlarni biladi. Sotuv bo'limini tizimlashtirish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Ko'plab og'riqlar bor, lekin skriti. Nimaga? Uni ko'pligi uchun. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak deb yuradi va bu yopiq ko'rinishda. Nima degani yopiq ko'rinishda? Har kuni shu haqida o'ylamaydi-da, bir esiga tushib qoladi. Bir esiga tushadi, bir yov bo'lib ketadi. Bir yonadi, hozir shuni to'g'rilayman deydi, yana yov bo'lib ketadi. Bu birinchisi. Ikkinchi og'riq bu tan olingan og'riq. Ya'ni tan olingan og'riq desak, tan olingan og'riq bu ya'ni yuqoridagi og'riqlarning ichidan tanlab olgan. Mana shuni yoki 2-3tasini, 10 ta bo'lsa, 10 tasini emas, 2-3tasini tuni-kun o'ylashni boshladi. Misol uchun, nima qilsam ekan, HR qanaqa ishga olish kerak yoki sotuvchini nima qilishim kerak? Nimaga bu sotuvchini sotuvlari o'xshamayapti? Trening o'tishim kerakmi? Trening o'tsam ham bo'lmayapti, o'tsam ham bo'lmayapti. Ya'ni chuqurroq kirishni boshladi. 10 ta emas, endi 2 ta muammo, 3 ta muammo qoldi yoki bitta muammo qolgandi. Bu ikkinchi tartibdagi og'riqlar. Uchinchisi esa bu endi eng muhimi degandek, boya tez-tez o'tishga harakat qilaman, sizlarni tushunishinglar uchun. Demak, uchinchisi bu kuchli og'riq. Judayam kuchli og'riq. Ya'ni bu bo'ldi. Men bu yog'iga busiz mana shu turgan nuqtam, xullas, umuman hech narsa qilmasam agar tamom bo'laman. Bu turgan nuqta menga qoniqtirmaydi. Bu turgan nuqta meni eng oxirgi qadamim. Nimadir o'zgartirmasam bo'lmaydi deydi. Ya'ni xodimlar ham ko'pincha ikkiga bo'ladi. Aynan shu nuqtaga kelganida yoki o'zgarish qiladi, kompaniyadagi muvaffaqiyatini tepaga qarab ketkazadi, yoki ikkinchisi headhunterga kiradida o'zini ish o'rnini topishni boshlaydi. Ya'ni orqaga tashlab yuboradi. Haqiqatan ko'rgan bo'lsanglar, mana davleni qilganinglarda, sotuvlarda kimdadir ko'proq ishlashni boshlaganinglarda ikkalasidan bittasi bo'ladi. Yo kompaniyadan ketadi, yo kompaniyada yanada ham ko'proq ishlab o'zini ko'rsatib keyingi bosqichga o'tadi. Chunki og'riq. Mijozda ham xuddi shunaqa. Toki 3-og'riqni his qilishga yordam bermas ekansiz, siz hech narsani keyingi bosqichga o'tkaza olmaysiz. Mijozga hech narsa sota olmaysiz. Og'riq degani aynan shu. Ko'pincha birinchi, ikkinchi og'riqni sotuvchi bo'ldi, menimcha topdim deb o'ylaydi, o'sha yerda to'xtatib qo'yadi. Yo'q, mumkin emas. Mana misol uchun tasavvur qiling, mana bu joy tepalik, mana bu pastlik joy. Bu tepalik. Tasavvur qiling, mijozingiz mana bu joyda turibdi. Mana bu joyda turibdi. Aytayaptiki, mana buni hozirgi nuqtasi, bu A nuqtasi, bu sal недовольный bu nuqtadan. Bu es A nuqta aytaylik. Mana bu B nuqta, uni xursand bo'lib turgan nuqtasi, qaysidir maqsadga erishgan, qaysidir yutuqlarga erishgan, xullas shunaqa. Endi nima u desa, men bitta misol uchun moliya joyida emas yoki bo'lmasam yana nima bo'lishi mumkin? Sotuvchilar joyida emas, to'g'ri boshqara olmayapti. Umuman dashbord yo'q, dashbord ya'ni raqamlarni kuzatmayapti, tizim yo'q. Xullas va hokazo ko'p narsa ketaveradi. Siz ham sog'lig'ingizga doktor borgan paytida ko'p narsada muammo topsiz, siz lecheni olmay qo'ya qolasiz.
Mijoz ham xuddi shunaqa, ko'pincha holatda bizni unga ko'p muammolarni tiqishtirsak, u qo'rqib ketadi, keyin mahsulotni oladi. Yo'q, aslida ko'p muammoni emas, bitta muammoni qanchalik muhimligini tushuntirganimizda uni sotib olish imkoniyati bo'ladi. Boyagi narsaga qaytamiz. Birinchi qadam yopiq og'riq. Biz suhbat davomida spin ishlatganimizda bir-birimizga mana maqsad spindan aldash emas, uni o'sha yopiq og'riqlarni topishga yordam berish. Keyin tan olish, keyin buni to'g'rilamasa nimalar bo'lishiga duch kelishni tushunish. Misol uchun mana bu joy suv deymizmi, bilmadim, nima deymiz. Mana bu joy bizani treningimiz, bizani qaysidir mahsulotimiz, misol uchun pilisos bo'lsa, uni tozaligini boshqarish yoki bo'lmasam meditsina bo'lsa, uni sog'lig'i, mana bu narsalar. Lekin bu mijoz mana bu joyga sakrab, bu joydagi mana bu narsalardan foydalanib, keyin bir nuqtaga chiqish kerak. To'g'rimi? Siz nima qilasiz? Hali sakramadi mijoz. Hali mijoz pastga sakrab shu narsalarga tayyor bo'lmadi. Siz nimalar bo'ladi bir nuqtada maqtab ketyapsiz. Tasavvur qiling, mijoz hali mana bu ishni qilmadi. Mumkin emas bu narsani qilish. Endi tasavvur qiling, mijoz qachon pastga sho'ng'ishga, pastga qarab tushishga tayyor bo'ladi? Ya'ni qaror qilib, bu past degani bu o'zgarishlar, hammasini umumiy olib o'zgarish desak bo'ladi. Qachon tayyor bo'ladi? Bularni hammasi trening bo'lsin, mahsulot bo'lsin, farqi yo'q. Bularni hammasi o'zgarish. Aynan o'sha orqali keyin bir nuqtaga o'tadi. Siz tasavvur qiling, sakrash hali hal qilmadingiz, lekin bu suvda tushib nimadirlarni o'rganib, bir nuqtaga qanaqa borishni o'rgatyapsiz. Bo'lib tushunarli. deb o'ylaysiz, lekin qanaqa u sakramadi-yu hali. Endi sakrashchi yagona yo'li uchinchisi bu og'riqning kuchliligi. Ya'ni buni turgan joyida men bitta tasavvur qilishingiz uchun katta olov deylik, ya'ni yorib qo'yaman, chizishni xafa bo'lmaysizlar endi. Sotuv bu san'at, lekin san'atda unchalik zo'r emasman. Sotuv san'atida lekin yaxshiroq o'zgarib kerak. Xo'p, demak, olov tasavvur qilinglar, mana shu olov bundoq kelayotganligini his qilish kerak. Montajda balkim bolalarimiz chiroyli qilib tashlaysa buni, lekin mana bu bizani turgan mijozimiz his qilish kerak. Mana bitta olov kelyapti. Olov kelyapti. Bu olov kelayotganligini his qilsa, ya'ni og'riq kuchliligini his qilsa, qadam tashlashni boshlaydi. Va u iloji yo'qligini tushunadi. Oxirgi daqiqalarda iloji yo'qligini tushunadi. Mana bunga sakramasa bo'lmaydi. Ya'ni bu narsani sotib olmasa bo'lmaydi. Bu harakatni amalga oshirmasa bo'lmaydi. Bu qarorni qabul qilganidan keyin siz mahsulotingizni yetsangiz bo'ladi. Bo'l. Men bu o'zgarmasam bo'lmas ekan. Tushundim. Men treningga borishim kerak ekan. Muhim emas. Bizani trening, boshqa trening farqi yo'q. Qaysi treningga borish kerak? Masalan, biz ropliga sotayotganimizda ham hech qachon tiqishtirmaymiz. Ropliga tushuntiramiz. Mana bizdan olsa nima bo'ladi yoki o'zi vaqti ropga kerak emasmi? To'proq kursimizni ko'pincha shunaqa tushuntiramiz. Endi treningda ham xuddi shunaqa. Siz asosiy vazifangiz mana shu chuqurlikka tushish uchun, mana shu o'zgarishga tushish uchun mijoz 3-qadamga, ya'ni kuchli og'riqqa eng oxirgi nuqtasiga kelish kerak. Mana shu joyga kelish kerak. Bu degani uni aldash emas, uni depressiyaga tiqish emas. To'g'ri tushunish kerak. Mana shu nuqtani hal qilmasa, u nimalarni yo'qotish mumkinligini, bu narsani o'zgartirmasa, nimalarga olib kelishini siz tushunishingiz kerak. Yana o'sha sog'liqqa qaytamiz. Siz agar boshingizda qanaqadir muammo bo'lsa, hech qanaqa ozgina stress bo'lsangiz, licheni olsangiz o'tib ketadi desa. Lekin o'g'ayni, siz agar srochni licheni olmasangiz, bu juda ham ko'p holatda o'limga olib boradi. Desa, doktor, tasavvur qiling sizga. Astag'firulloh, odam o'zi hech kim bu kunga kelmasa, lekin tasavvur qiling, tasavvur qilib ko'ring, shu gapni eshitdingiz. Siz hamma ishingizni yig'ishtirib qo'yib, lichena bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Sotuvda ham aynan shunaqa. Kuchli og'riq bo'lmaguniga qadar o'zgarishga hech kim tayyor emas. Degan javob, deb javob berish, bu tadbirkor uchun bo'lsin, odam uchun, xodim uchun farqi yo'q, kim uchun bo'lsa ham. Bu har doim deb javob berish bu mas'uliyat. Yo'q deb javob berish esa bu mas'uliyat emas. Mana dedingizmi, nimadir mas'uliyat bo'yningizga olasiz. To'lovi, o'qishi, borishi, qaysidir kuni o'qish kerak, qaysidir kuni yodlash kerak, nimadir o'zgartirish kerak, borib hammasi mas'uliyat. Javobi har doim mas'uliyat. O'shaning uchun ham ko'pincha yo'q javobini olish osonroq. Agar siz bu og'riqqa ko'rsatib bermasangiz, foydasi yo'q. Ko'p og'riq haqida gaplashamiz, faqat bugun esa ana o'sha og'riqlarni chuqurroq nechta bo'limi bor? Siz endi his qiling. Mijozlaringizni og'rig'i qaysi joyda? Sota olmagan mijozlaringizni eslab ko'ring. Birinchi, ikkinchi etapda siz prezentatsiya qilib o'rgansiz. Mumkin emas. Og'riq yo'q, tasavvur qiling, siz licheni haqida gapirib bo'ldingiz. Hali u licheni qilmasang, o'limga olib borish haqida hali aytmadingiz yoki qattiq yaralanish haqida gapirmadingiz. Licheni haqida gapirib ketdingiz. Qiziqmi sizga bu lichenani eshitish? Ana endi siz bu og'rig'ingiz qanchalik
seriozligini, qanchalik juda ham bu muhimligini tushunganingizdan keyin ana endi lichenasini diqqat bilan eshitasizmi? Nechida turishingiz kerak, nechida ovqatlanishingiz kerak, nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin yozib olasizmi kerak bo'lsa? Ha, baraka toping. Sotuvda ham aynan xuddi shunaqa. Demak, siz mijozingizni har doim olov, bu bugungi kunini o'zgartirmasa, bu keyingi kunda barbod bo'lishini tushunish kerak. Aynan shunaqa blogerlar, mana har xil blogerlar har xil narsa sotganda shundan foydalanishadi. Misol uchun, bugun sizni muammolaringizni sanab beradi. Yopiq muammolaringiz, o'zi bilib yurardingiz, sanab beradi. Mana bunaqa bo'lyaptimi, pul yetmayaptimi? Avtobusda yuribsizmi? Hali ham taksiga chiqa olmayapsiz. Hali ham mashinangiz yo'qmi? Hali ham uydagilarga mashina sovg'a qilmadingizmi? Ya'ni yopiq narsalarni sekin ko'rsatib boradi. Siz og'rig'ingiz, to'g'rimi? Ikkinchisi, u o'zini hayotini ko'rsatadi, qanchalar qiyin bo'lganligini. Ya'ni mana shu narsalarni to'g'irlash uchun o'qigan, o'rgangan, ustida ishlagan, mana shu narsalarni mana qilgan. Mana shu hammasini ko'rsatadi ikkinchi qadamda. Uchinchi qadamda esa siz hali ham qilmayapsizmi buni? Ikkinchi qadamdagi o'qish qilmayapsizmi, o'zgarish qilmayapsizmi? Mana shu og'riqni kuchaytiradi. Ya'ni siz hali ham mashina olib bermaganligingiz, hali ham pul yetishmayotganligi bu og'riqning oqibatini ko'rsatadi. Agar harakat qilsangiz, mana bu joyga borasiz, harakat qilmaganimda edi, menimcha mana bunaqa bo'lardim deb ko'rsatishadi. Shu orqali ular har xil o'zini treningini yoki boshqa joylarni sotib qilish mumkin. Bu yolg'on emas, og'riq emas. Ana shu sotib olganlar haqiqiy og'rig'i bor odamlar. Ko'pincha o'shaning uchun shu hayotda orzu qilgan, shu hayotga chiqmoqchi bo'lgan odamlar o'shalarni sotib olishadi. Har gal blogerlarni yoki o'sha sotayotgan korxonaning treningini qarasak, agar aynan o'sha misol uchun o'rta biznesni boshqarib yurgan odam bo'lsa, kichik va o'rta biznes ko'proq boradi unga. Mana shunaqa jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni har doim B nuqtasini xohlash yoki bo'lmasa katta biznesdan kelsa ham aynan uni qaysidir joy yoqqan bo'ladi. Mana misol uchun xodimlarni boshqarish bo'yicha u chempion bo'lishi mumkin. O'shaning uchun keladi-da, katta biznesdan to'xtama, men bitta xodimlarni boshqarish bo'yicha nimadir tushunmayman. Kel, mana shu narsani o'rganib ketay deydi. Demak, bugungi mavzuyimiz asosan og'riqlarni 3 ta nuqtasi borligi va 3-nuqtaga bormasak, biz umuman sotuv qila olmasligimiz haqida tushunib oldik degan umiddaman. Esdan chiqarmaymiz, sotuv bu san'at. Siz o'zingiz bilan va mijoz o'rtasidagi bo'lgan ajoyib voqealarni kommentariyada bo'lishing. Biz esa buni javobsiz qoldirmaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha